22 oktyabr kuni 7 kun davom qilgan Xitoy 20 navbatlik mamlakatlik qurultay oxirlashgandan keyin Xitoy Kompartiyasi 23 oktyabr kuni 20 navbatlik Markaziy komitetining birinchi umumiy yig'inini o'tkazdi hamda Markaziy komitet siyosiy idorasining a'zolarini, doimiy a'zolarini va bosh raisni saylab chiqdi. Qurultayning yepilish murosimida Xitoy sobiq raisi Hu Jintao keyingi yarim maydon yig'in boshlanish oldida xizmatchilar tomonidan majburiy yig'in maydonidan ilib ketilib, butun dunyoni hayron qoldirdi. Bu jarayonda hech qanday tushuntirish bermadi. Sin ko'rinishda bir xizmatchining engishib Hu Jintaoga pichirlab, ondan Hu Jintaoni yo'lab turg'izib yig'in maydonidan ayrilishini ishorat qilgan. Hu Jintaoning so'l tarafidagi mamlakatlik xalq qurultayining raisi Li Jianshu o'rnidan turib arilishiga Wang Xunyang tarafidan to'sib olingan. Shi Jinping hech qanday ifoda bildirmagan. Sin ko'rinishda Hu Jintao ayrilishni xohlamasimi, lekin xizmatchilar tarafidan majburiy yolib ilib mengildi. Shi Jinpingning yindan o'tganda u Shi Jinpingga ishorat qildi. Li Keqiangning so'l mursini silab qo'ydi. Butkul jarayon 1 minutdan ortiq davomlashdi. 2018 yil mart oyida Shi Jinping asosiy qonunga tuzish kirgizib, rais va muavin raisning vazifa o'tash muddati ishga qaror yana 10 yildan ishib ketmaslik kerak degan moddani amaldan qoldirgan. Bu uning qayta saylanishiga yo'l ochdi deb qaralgan. Shi Jinping hokimiyat yurgizgan dastlabki 5 yilda yuqori darajalik chiriklikka qarshi turish harakatini yo'l qo'yib, partiyasi, hukumatı, harbiy va soqchi sistemasini umumyuzlik tozalab, Jiang Zemin guruhidagi Zhou Yongkang, Shu Seyxo, Goboshun qatorliq yuqori darajalik amaldorlarni tutqun qilib, o'zining o'rni va huquqini tezda mustahkamlagan. 19-qitimliq mamlakatlik qurultaydan buyon vaziyat texmi nacharlashib, tashqi jihatda Amerika-Xitoy munosabati qarshilashga qarab yuzlandi. Xitoy Kommunistik partiyasining g'aljir diplomatiyasi va zo'migarligining kengayishi Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlar tomonidan to'salg'ularga uchrab va boykot qilinib, xalqaro yolg'iz qoldirilmoqda. Ichki jihatda Xitoyning Xitoy virusining harakatchan tozalashning chekidan oshgan yuqumning oldini olish siyosatining Xitoy iqtisodini ig'ir zarbaga uchratishi, shuning bilan bir vaqtda atalmish Xinjiang, Tibetlik irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyati, Hong Kong va ichki Mong'oliyadagi rahimsizlarcha bostirish, shaharlarni taqash, davolanish ta'sis bo'lish, putmagan binolar, yezi bozor banklarining xalqning pullarini yo'q qilib o'tishi, uy-mulk qarzi uzilib qolish va ishsizlik to'lqini qatorliqlar avomning noroziligini qo'zg'agan hamda davlatning ilgarilishi uchun shaxsni to'xtatish, shundaqla o'rtaq gulni siyosatiga qarshi nurg'unlagan boylar Xitoydan qochib ketgan. 13 oktyabr Xitoy Kommunistik partiyasining 20 navbatlik mamlakatlik qurultayidan ilgari Bejingning shimoliy 3-aylanma yo'ldagi Siton ko'rikida virus tekshirish kerak emas, tomoq kerak, karantin kerak emas, erkinlik kerak, yolg'onchilik kerak emas, g'urur kerak, madaniyat inqilobi kerak emas, islohot kerak, dohiy kerak emas, saylam kerak, qul bo'lmaymiz, puhra bo'lamiz. Yana biriga bo'lsa, dars tashlab, ish tashlab, diktator davlat o'g'risi Shi Jinpingni ag'dirib tashlash kerak degan jumlalar yozilgan ikki g'oyatzo'r partiyaga qarshi lozung paydo bo'lib, Xitoydagi nurg'un kishilarning haqiqiy orzusini, psixikasini aks ettirgan. Amerika ovozining doklatiga qaraganda, Shi Jinping o'z oldiga mustabid huquq yurgizib, partiya ichidagi boshqa fikrdagilarning tekshirishi va kushandisi bo'lmagan asosda kelgusidagi siyosiy xatolikning xavfini zo'r darajada oshirib o'tishi mumkin ekan. Xitoyning Manchesterdagi konsulxonasi tarafidan Hong Kong namoyishchilarini urg'anlik voqeasi zo'r diplomatiya voqeasiga aylanmoqda. Shundaqla Angliyaning har qaysi sohalarini qattiq hayron qoldirgan hamda astoydillik bilan tekshirib bir taraf qilishni talab qilgan. 23 oktyabr kuni Angliyaning London, Manchester, Birmingham va Bristol qatorliq 11 shaharda namoyish o'tkazilib, Angliya hukumatini Hong Kong namoyishchilariga hujum qilgan Xitoy konsuli boshlig'i Jing Shuanni qo'g'lab chiqarishga chaqirdi. Londondagi namoyishning ko'lami cho'ng bo'lib, 500 dan ortiq kishi bosh ministr ishxonasining sirtiga yig'ilib, shahar markazidagi Trafalgar maydoni va Xitoy ko'chasidan o'tgan. Namoyishchilar Xitoyga yo'q deyish, Xitoy kompartiyasini yo'qotish kerak degan xatlar yozilgan lozunglarni va Shi Jinpingning hajbiy rasmlarini ko'tarib, yana bir cho'ng lozungiga begunoh namoyishchilarga hujum qilgan barliq Xitoy amaldorlari qo'g'lab chiqarilishi kerak deb yozilgan ekan. Bejingning shimoliy 3-aylanma yo'ldagi Siton ko'rikiga esilgan Xitoy qarshi shuar voqeasi xalqaroda davomli ko'rilmoqda. Dunyoning har qaysi joylaridagi universitet maktablarida dohiy kerak emas, saylam kerak, Shi Jinping taxtdan tushsin qatorliq lozunglar paydo bo'lgan. Munosabatli suratlar nihoyat tezda ijtimoiy taratqularda tarqalgan. Tor taratqullari Puhralar kundalik gazetining bildirishicha, Amerika, Angliya, Kanada, Avstraliya, Yaponiya va Koreya qatorliq 20 necha davlatdagi kam deganda 250 universitetdan kelgan namoyish e'lonlari uchun hozirgacha minglagan doklat topshirib olgan ekan. Ispaniya har yili ko'chman chorva beqish bayramini tabriklaydigan bo'lib, minglagan qo'ylar tartiblik holda poytaxt Madrid ko'chalarini kesib o'tadi. Padichilar padillarini boshlab Ispaniyaning poytaxti Madridning markazidagi qadimki o'tloq yo'lni bo'ylab mangdi.
Shu yerdagi aholilar va sayohatchilar bu oz uchraydigan manzarani ko'rish uchun yig'ildi. Bu İspaniyada yilda bir o'tkaziladigan tabriklash faoliyati bo'lib, 1994-yilda boshlangan va padishlarning an'anaviy yo'llarini bo'ylab chorvalarni İspaniyaning shimolidagi salqin yozning janubdagi yayloqlarga qishliq o'tloqqa yo'tkishiga yo'l qo'ygan ekan. Kishilar dumbaqlarni urib, naqshi etib usul o'ynab, qo'ylarning marishi va bo'yinlaridagi qo'ng'iroqlarning jiringlagan ovozi bayram kayfiyatini yuqori ko'taribdi. Egilinishicha, bu bayram padishlarning padlarni beqish, qo'y haydash va ko'chishdagi an'anaviy huquqini qo'g'dashni maqsad qilgan bo'lib, İspaniya hukumatini shu yerdagi taxminan 125 ming kilometr fasllik ko'chish va o'tloq yo'lni qo'g'dashga chaqirgan. Necha asr ilgari bu yo'l jimjit yezi bo'lib, hozir Avad shaharga aylangan. Bu shaharda uzun yil yashagan aholilar minglagan qo'ylarning yig'ilganligini ko'rib, intayin hayajonlangan va yangilik his qilgan. Amaliyotda Madridla emas, İtaliya, Fransiya va Amerika Kaliforniyadagi bir qism kichik bozorlarda ham mushuning o'xshash faoliyatlar o'tkazildi ekan.